Agar hayotingiz 10 yil orqaga qaytganda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? O'zimni o'zgartirgan bo'lardim. Ya'ni boshqa odamlarga yaxshilik qilishni ko'proq qilgan bo'lardim. Hamma narsani. Masalan, Hayotimni, hayotingizdagi aynan nimani o'zgartirasiz? hamma turmush tarzimni, boshqasini hammasini. Endi men o'zim birinchi institutga topshirmaganman, kollejda o'qiganman. Shu 10 yil ortga qaytsa institutga topshirardim. Hech narsa. Hozirgi hayotingizdan xursandsiz? Aha. Institutga kirgan bo'lardim. 10 yil orqaga qaytgan shu ingliz tilini o'qishga ertaroq boshlagan bo'lardim-da. Atrofimdagi odamlarni o'zgartirgan bo'lardim menimcha. Ularni qaysi tomonlarini o'zgartirgan bo'lardingiz masalan? Tanishmagan bo'lardim. Onamga aytilmagan gaplarimni aytgan bo'lardim. 10 yil orqaga qaytganda shu mahallada futbol o'ynashni yaxshi ko'rardim. Agar 10 yil orqaga qaytganda mahallada o'rtoqlarim bilan futbol o'ynagan bo'lardim. Hech narsa. Ichingizda qanaqadir armon qolmaganmi? Nimadir o'zgartirsiz? Hammasi Allohning taqdiri. Uni o'zgartiramiz. Hech narsa. Armoningiz yo'qmi hech qanaqa? 10 yil orqaga qaytganda hech narsani o'zgartirmasdim. Mana o'zi cho'kki. Menimcha ko'proq oltin sotib olgan bo'lardim. Oltin? Ha. Nima deganda hamma narsa qimmat ketyapti. Oltin xuddi bankdagi narsa, shu narxni o'zgarmay turishga. Endi ko'pdan ayta olmayman. O'zgartiradigan. Ayt o'zing ichingdagini ayt. Hayotim onam uydan chiqmagan bo'lardim. Nimaga? O'qishga chiqmagan bo'lardim-da. Qolgan bo'lardim shu yerda o'zimdan anaqamda. Ko'proq dadam bilan gaplashgan bo'lardim. Ota-onam bilan suhbatlashgan bo'lardim. Ko'proq. Bilmadim. Hayotim yaxshi. Masalan, kimdandir armon yoki kichik orzuchasi bo'ladi-ku, o'sha ushalsaydi. Ushalmagan orzularim yo'q, hammasi ushalyapti. Avvalo bir orqaga qaytmaydi-ku. Endi agar tasarruf qilishgan bo'lsak, agar mabodo mo'jiza ro'y berib qaytib qoladigan bo'lsa 10 yil avval boshqacha ish qilgan bo'lardim albatta. Masalan, Endi kechagi xatoni odam bugun tushunadi, bugungi xatoni ertaga tushunadi. Avvalambor ezgu ish qilardim. Ezgu ishlarga qo'l urishni boshlardim ertaroq. Oxiratga ham shu kerakki, birinchi o'rinda ezgu ish. Odamlarga, insonlarga yaxshilik qilish, qo'ldan kelgancha maqsadimga erishishim uchun intilgan bo'lardim.